Ha ha ha. Ma manzir dingdek payzi. O taqqa chiqib elib, mingash. Ustida beksabishsa, qade qo'sha qilib chiqib, ha. Beksabni minib ichidan aşağımda. Elimi yaxshi, ularning mangan yo'llari oxirlashib, o'ylarigini yetib keldi. Yana azroq paranglashgan bo'lsa, ularning qiladigini soda emas, joda bo'latdi. Malikay, ma kiyimni yani yer yuriydi-ku. Kiyim kiyimde teqi o? Kiyim kiyime, yılana şurası bulam demse. Acaba g'alati bir gaplarni qildi. Qiziqchikansiz siz, ha? Yo'q, hamda bir xil g'alati kiyim kiyib olgani, bir xil xomensi qiziq ko'rinyotadi-da. Malikoy! Makila. Tunishtirib, mening qarindishim. Tinchlikmi, yaxshi. Sening xotining. Aroq ichmiding, ha? Beksab ichdim-da. Mana hamsim. Bu nima? Malikay, xotining. Dağ darvoza oldida qari otni ko'rib, ko'zlari ot dippakkandek olchakman bo'lib ketdi. Shanzomo shuncha kapishib olganining bir ot emas, qiz ekanligiga ishonmadi. Shu topda agar birisi uningga "Seni tuqqan o'z onang mushu" degan bo'lsa-mu, u bunchalik hayron qolmas edi. Chaqchaqqatamsan ya? Ya shu bir yo'l ishkini deyishib, sen aliman, meniman degan xotin shumush. Abay baqamsan, minamsan desam, yo'q dedim. Elib xotin qilman deding-ku, mana xotining. Ana, yo'q, mana ben singlim alima deb keldim. Voy, meni singlim bo'lmasa, uni achon alima. Yo'q, meni qalgin edim, qiz bola bu, mana. O, menda agi birdigan qiz bola yo'q. Mana ot sotmayman, ot. Voy, menga ko'tiray, men olaman, miniman degan otning paranga pul yo'q deb qilayotgan. Ne deb qiz bor? Qanday mingil bo'ldi bunga? Ot nimish qildi men? Ot yo'q menda, o'zing tevfiq deding-ku, men xotin olman. Soningizda ba'dab shu ko'y keldi dedim-ku men seni. Voy, men singlingizni olaman, xotin olaman deb kelmadimmi? Ot izlab kelgan, 50 ming qo'yilma shu otning dinjini berganman. O sen o 50 ming qo'yilma to'ymiliga bergansan. Otning dinjini o. Ot satsangmi, nimish qildingiz? 50 ming olsam menda. Abay o'zing xotin qilib olmadi, pulni o'zing berding-ku. Meni xotin qilma deganim. Qiz bola o ot. Bu ne hukmudam? Alman degan xotinim mushu. Boytaqsan? U yoqayman, motimman, men to'y qilish tayyorlab qotaman teqi. Voy, ish kuchni bir taraf qilib qo'ydim, doston. Uni bir taraf qo'yib olmamsan. Voy, bir taraf qo'ydim degan gap emas, qo'ldan chiqib yotmagan bu otning parangi vo. Voy, nimish qilsa otni birobdan xotin olmamsan. Voy, qanday voq olaman deb og'ilib bo'ldi uni. Hey, faqat bo'lmasa ikkilinib qolsan, birani minib baq. Ay, baq. Chaqchaqmay baq, qaytara 50 ming oyni. 50 ming ot xotin deb jo'ramdan pulam qaytar 50 ming. Abay menda qo'l berish bo'lgan tuqqo. Ya, bermayman bo'ldi, xotining ashu opirib minamsa, imamsa o'zini ixtiyori, qarim yo'q, ham sinik bo'lib ketdi. Ya bundan ya men 50 ming xotining ot pulam qaytaringlar. Chaqchaq qilmani bo'lani. To'yanga beksab tizman deding-ku. Bag'aq bajmi menga 300 ku yozdirib qo'yma. Ola menga bara tutda to'ladi-da bu. Malikay. 50 ming qaytmaydi. Nim deb qaytmaydi? Qo'l berganmi? Berishingga bergan, lekin men ot qilib bergandim uni. Ya qaytmaydi, mushni ot qilamsa, xotin qilamsa, o'zing tegsan-ku. Ayni tegdi. Dirab aldirmay boshqa qildigan ishing yo'qmi tegman deb. Bu 50 ming pulam qaytarib bering, bo'ldi boy chaqchaq qilma. Ey, men chiroyimda 50 mingga qaytirgan chiroy chiqatamdi ko'zanga. Yo'q. Baray unda bo'lsa. Baxtlik bo'ljimi? Nim qaraysan? Dağ otni yetilab kelib etib, o'zini boshqalar yetilayotgan eshakdek his qildi. Shanzongmi baya texe hech kim minmagan otni minish uchun qichishgan qo'nglarni qashlab mangan bo'lsa, hozir otning qandoq bo'lib bir qiz bo'lib qolganligini tushunolmay beshini qashlab mangdi. Dağ? Shanzong? Men bildim. Aşı Mita degan taltugoy yenalmastirib qo'yibdi-da. İkisi barliq ahlini yig'ib, bu ishni terganning qizchaq ekanligini tushundi va hasrat bilan uning ismini chaqirdi. Mita! Ay! Qizchaq yana bir ish chiqarganligini tuydi. Demisimi o har qatim boshqalarning ishini o'z ishim deb boshlaydi. Lekin oxirida o'zining hamoqatligi boshqalarning hamoqatligi bo'lib oxirlashatdi. Malikay,
Musajon. Jinim. Musa. Nima ish qilyapsan?